Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qaranglar, juda ham ko'pchilik so'raganda, aynan so'raganlar uchun yangi parcha gullarimiz keldi. Kecha chirib olganmiz 14-avgust kuni, bugun 15-avgust. Gulga kelaman deganlar Qo'rg'ontepadagi, Andijonda Qo'rg'ontepadagi filialimizga bemalol kelaverasizlar. Mana shunaqa chiroyli gullardan olib kelib qo'yganmiz. Bular joni pushi bo'ladi. Zamiyani ham mana shunaqa chiroylilardan olib kelib qo'yganmiz, hurmatli obunachilar. Qaranglar. Xo'p, kliviyalarimiz bor. Mana bu katta Dratsena kompaktimizdan olib kelganmiz. Vashshi katta ekan bo'ylari. Mana qaranglar. Dratsenalarimiz atrofga ahamiyat bermaysizlar. Hali polni joylab bo'lganmiz, korobkadan chiqazib bo'lmadik. Shuning uchun biz urushmaylar. Qaranglar mana bu kaladium gulini. Hamma kelib buni hozir живойmi deb so'rab beryapti. Albatta bularimiz tabiiy gullar. Keyin mana bunday difenbahiyalarimizdan ham kelgan. Hozir ko'proq yangilik ko'rsataman, qolgan gullarimiz bir qator ko'rsataman. Mana 75 mingdan. Qaranglar qanaqa chiroyli. Bemalol kelib ulgi bosinglar bo'ladi. Bo'yi mana 3 g'arichdan kattaroq kelyapti. Xo'p, Leo, Caladium, xo'p, undan keyin hostalarimizdan yana bor, bemalol kelaverasizlar. Toshkentdagi filialimizga, по-моему, ertaga yakshanba kuni chiqazib qolamiz Yashnobodga. Xo'p, mana Guzmaniya bor, Spatifilum и женский. И mana Anturiumda million sortidan ham kelgan. Mana. Qaranglar mana. Vashshi zo'r kelgan, 75 ming bo'lishi kerak. Anturiumda mana shunday rozoviylardan ham kelgan, juda ham chiroyli kelgan. Anturiumda giganti ham zo'r kelibdi, ishonasizlarmi? Vashshi zo'r kelgan hozir. Anturiumda mana gigant sorti. 2, 4, 6, 8, 10 ta guli bor ekan. Mana shunday gigant, vashshi zo'r kelgan. 10 tagacha gulim bor ekan, zo'r ekan. Xo'p, undan keyin cherry baby kelgan. Vashshi zo'r kattagina kelgan. Ichida mana ildizlar chiqib ham yotibdi ekan, qalam chaqsa bo'ladigan bo'lib. Xo'p, diamondlardan oq aglonomiya. Xo'p. Yana yangicha turdagi aglonomiya. Bularimiz hozir bizda Arnada gulimiz. Xo'p, undan keyin mana makayana juda go'zal. Mana buni agar maktablarga ekib beradigan bo'lsangiz vashshi zo'r. Buni joni ham shu bo'ladi. Xo'p, mana Araucaria kichigidan. Aynan so'raganlar uchun, kichigini so'raganlar uchun. Xo'p, Leodan ham bor. Stramanta kelgan. Bular stramantalarimiz 55 mingdan. Xo'p, Muraya gulimizdan kelgan shunaqa gullari bilan endi hidden teplitsani tutib ketdi buni guli. Jasmin hiddenga birma-bir, birga bir shunday hid kelib turibdi. Bularimizdan ham bor. Xo'p, hostani yana nimalardan bor? Xrizantemalarimiz qolmadi. Birking bor, juda ham mana juda ham katta chiroyli kelgan. Bularimiz 60 mingdan. Xo'p, undan keyin gardeniya gullarimizdan ham kelgan. Mana gardeniyalarimiz. Juda ham katta chiroyli zo'r keldi bu ham. Xo'p, keyin mana nimani hovlini Anturiumdan kelgan. Agar maktabga bolalarga ekib beradigan bo'lsanglar, tashkilotlarga ekadigan bo'lsanglar, kichkina tuvakchalarga-da ancha-munchaga o'lib qolmaydi bu. Baki qattiq bo'ladi mana. Baki qattiq bo'ladi. Bu zimniy Anturium hisoblanadi. Aglonomiyamiz Madonna sorti, qaranglar qanaqa chiroyli turibdi. Xo'p, difenbahiyamiz, alakazayimiz qolmadi. Mana shunday chiroyli difenbahiyamizdan ham kelgan. Keyin aglonomiya Silver Bay sortimizdan ham kelgan. Qaranglar, bu kattaligini qaranglar. 75 mingdan bu. Mana ko'chati 3 ta dona ekan. Vaqtiga qarab inshaalloh buni ko'paytirib o'sha bo'lib videolar ham qilib beramiz. Inshaalloh qo'yamiz. Xo'p, yana Kalataya Dotti sortimizdan ham yana pavtor kelgan. Mana bu ham chiroyli holatda keldi. Juda go'zal. Birking bu yana. Xo'p, bular уже zakaz, bular ham zakaz. Atrofga ahamiyat bermaysizlar, hali polностью yig'ishtirib bo'lmadik. Joylab bo'lganimizdan keyin chiroyli qilib bir qator yana obzor qilib beramiz. Ko'rmay qo'ygan gullarlar bo'lishi mumkin. Xo'p, undan keyin bunimiz mana azaliyani pyostri. Shunday chiroyli kelibdi. Mana bugun bularni endi yashiqdan chiqazamiz, hali chiqazib ulgurmadik, hurmatli obunachilar. Shuning uchun bu ham mana gardeniyalarimizddan. Xo'p, bular hammasi zakaz chiqib ketadi. Keyin Asmakot
keldi. Bularimiz 40 mingdan. Undan keyin mana живая voda aynan gulni ildizlatish uchun. Ko'ryapsizlarmi? Ildizlatish uchun. Живая vodani kim ishlatib ko'rgan bo'lsa, foydasini уже bildi. Bularimiz mana baklarimiz sarg'ayib qoladi, shuni baklari sarg'ayib qolmasligi uchun. Xo'p, mana bularimiz mana General degan sorti, bu hamma gulni gullatar ekan. Hamma spatifilum, orxideya, hamma gullarga cho'rar ekan bu. Undan keyin mana bunimiz mana anturiumlarga, liliyalarga ham foydalansak bo'lar ekan bu sortimizdan ham. Undan keyin mana yana anturiumga va yana boshqa gullarimizga ham cho'rar ekan. Paprotniklarga ham ko'proq cho'rar ekan. Живая voda juda ham zo'r chiqdi. Hurmatli obunachilar, bularimizni biz hozir 15 mingdan qo'yib yubordik sotkani. Olsanglar bo'laveradi, zakaz qilsanglar chiqazib beramiz, xo'p. Kvazarlarimizdan kelgan mana 75 mingdan bunisi. Ko'ki bor, unisi sifati ozgina boshqacharoq. Unimiz 70 ming, 5 ming farqi bor. Bunimiz mana 75 mingdan. Spatifilumda jajja mavshuqlardan ham kelgan, mana ko'rib turgan bo'lsanglar. Bu ham chiroyli holatda kelgan. Mana ichida 3 ta ko'chati bo'ladi buni ham. Bundan ham bor. Xo'p. Undan keyin dratsenamiz aynan ofislar uchun mana shunaqasidan ham kelgan, zo'r bu ham. Imperator krasniyimizdan kelgan. Mana 160 ming bo'lish kerak. Xo'p, mana bunaqa kratonlarimizdan ham kelgan. O'tgan safar juda ham ko'pchilikka yetmay qolgan. Mana 3 в 1 keldi. Aynan kompaktniy 3 в 1 hali ochib ulgurganimiz yo'q, endi ochamiz. Monstera so'raganlar uchun monsteralarimizdan ham kelgan. Mana monsteralarimizdan ham kelgan. Keyin dratsenani shunaqa chiroyligini xohlaganlar uchun mana dratsenalarimizdan ham bor. Kratonlarimiz mana juda ham chiroyli bo'lib turishibdi. Kratonlarimiz ham zo'r holatda kelgan inshaalloh. Xo'p, undan keyin mana bu tomonga yuramiz. Bularimiz shefleralar, arzonchi gullarimizdan bor. O'zimiz yetishtirganmiz monsteralar. Hop, spatifilumlar ham bor. Keyin hozir ko'proq maktabga baribir olinadi. Mana zamyakulkasni mana shunaqa chiroyli sorti ham bor. Aytganimizdek cho'rniymiz. Zamyakulkasni mana shu sortidan ham bor mana. Hop. Keyin bu ham zamyakulkas ekan. Bu ham o'sha sansiveriyamizdan boshladik. Bu sansiveriyamiz. Gigant sansiveriyamiz hisoblanadi. Mana ko'chatlari ichida. Og'ir, ko'tarish qiyin. Mana bunday yangilik sansiveriyamizdan ham kelgan hozir. Mana zo'r, o'ta go'zal sansiveriya ekan bu. Bundan ham bor. Bantel nomi. Undan keyin mana bu sansiveriyalarımizdan ham bor. Mana bu sansiveriyalarimiz 100 mingdan. Xo'p, bunimiz hozir 130 ming bo'lish kerak. Mana bularimiz mana 65 mingdan. Mana Munshay sortimizdan ham kelgan. Munshay buni o'zini xaridorlari bor. Bular juda yaxshi ko'rishadi bularni. Ranglari oppoq Munshay sortidan ham bor. Hurmatli obunachilar. Xo'p. Undan keyin mana 45 minglik sortimizdan ham kelgan. Bemalol olsanglar bo'lar. Menimcha 45 ming yo 50 ming bo'larmiz mana. Juda katta, chiroyli, zo'r kelgan. Kelib maktabga talamon qilib kelsa bo'ladigan. Xo'p, undan keyin mana bunday go'zal mandarin bu. Mevalari mana yana gullari bilan turibdi. Kratonimiz mana shunday holatlari ham bor. Ozgina kichikroq, lekin juda ham chiroyli bu ham. Mana bak to'kilib ketadi boqomizda deganlar uchun biz atelabdan tekshirib ko'rganmiz. Uni ham alohida video qilib ko'rsatamiz. U burchakda bor. 5-6 ta bakin tashab yuborganlari bo'lgan edi. Bizda ham shularni qaraganmiz. Sizlarga yangilikni mana bombasi. Mandarinni qayerda ko'rgansizlar? Mana shunday mevasi bo'lganini. Mana. Baklari ham pyostri, bilasizlar, ko'proq pyostri narsalarga ko'proq qiziqamiz. Mana baki pyostri mandarinni. Mevasi ham pyostri. Xuddi handalakka o'xshaydi. Bunimizdan ham bor yangiligimizdan. Uylarga qo'yib bo'lsanglar, mana ism shariflari bilan. Gardeniyani kattani xohlaganlar uchun mana 160 mingmikin shundan bo'lish kerak. Bundan narxini hozir aniq aytib beramiz. Keyin Aglonomia Silver Bay.
Agronomiya Silverby u qichig'ida qolib ketibdi. Buni u yerda ko'ra olmasdik. Mana agronomiya Silverby. Ozgina bakki qishayib qopti. O'ziga kelib oladi. Qog'ozlarni olib qo'yganimizdan keyin qanday? Mana 135 mingdan hurmatli o'yinchilar. Hozir bu joyda yana bizda qaysi gullarimiz bor? Mana qaranglar, agronomiya Silverby mana to'g'risi. Mana. Ko'chatlari anchagina bor ichida. Buni endi baklari ozgina sarg'ayadi, kelganda uni tozalab olsa bo'laveradi. Buni misol uchun olib tashlasa bo'laveradi, kamroq suv ichadi. Bular 10 kun baribir mashinada kelgan. Shuning uchun ozgina qiynalib qoladi. Hamma gulda ham bo'ladi. Keyin bular birinchi baklari. Bu birinchi baklari sarg'ayganda siraz olib tashlasanglar, gulingiz hech narsa qilmaydi. Kamroq suv quyib turamiz hozir. Mana tozalab turib, sizlarga bitta alohida boshqa ko'rsatamiz hozir. Bunday vidda ko'rsa, hammaga ham yoqishi. Kutmaymiz, nimagaki hamma ham bunaqa holatda ko'rgisi kelmaydi. Ba'zi klientlarimiz bor va shu nima deydi, ozgina sarg'aygan bakki bo'lsa ham, voy unda bo'lib qopti, bunday bo'lgan ekan deb vahima bo'lib qolishadi. Shuning uchun mana shunday holatda bo'ladi. Mana agar xohlasanglar, shunda 2 ta 4 6 8 9 ta ko'chati bo'lar ekan. Aynan mana shuni bo'lib video qilib beramiz kelasi videoda inshaalloh. Mana shuni qanday bo'lishini ko'rsataman. Uni bo'lish juda ham oson. Zamyalarimizdan kelgan garshoylarini yorib yorishibdi. Mana. Yorib yorishibdi. Ichida tasmakotlar to'kilib qoldi. Xo'p, zamyalarimiz har xil razmerlardan bor. Qorasidan ham mana shu sortdan kelgan. Mana bunday sortimizdan ham bor. Mana bo'yi hozir shunda 1.10 chiqadi shekilli. Mana unimiz bor. 1.5 metrligimizdan bor mana zamyana. Juda ham katta, juda ham katta. Ular hali ochilgani yo'q, polностью. Mana shularimizdan ham bor. Zamyalar ko'rsatdik, dratsinalarimiz ko'rdinglar. Undan keyin narga qatorga o'tamiz. Ya'ni aynan katta gullarimiz bor bu joyda. Shtochnoy bambuk so'raganlar uchun mana shtochnoy bambuklarimiz ham bor. Xo'p, keyin kameliyani endi o'zim boqib olaman, menga kichikroq bo'lsa ham bo'laveradi deydi klientlarimiz shularga. Mana. Bundan bor. Mana bunda ham polностью kameliyamiz bor. Hali ochgani ham ulgurmadik. Bunda ham paketli kameliyalarimiz bor, chiroyli inshaalloh. Rozoviy bo'lish kerak. Mana bunday mana kameliyalarimiz. Mana. Hozir buni gulini ko'rsatamiz sizlarga. Mana kameliyalarimiz. Zo'r kelibdi inshaalloh. Xo'p, keyin araukariya archalarimizdan ham keldi. Sensatsiyani kattalaridan bor, 3 tasi bittada. 220 ming bo'lish kerak. Mana bunday dratsinalarımizdan keldi, hurmatli obunachilar. Mana qaranglar, juda chiroyli turadi. Buni tuvaylarga ekib turib alohida ko'rsatamiz. Imperatorda bayklari kattasidan kelgan. Xo'p, hozir buni yechishga umuman ilojim yo'q ekan. Hozir aynan hech kim yo'qligida videoga bo'lib qolishimiz kerak. Mana dratsinamiz. Ana, ichida bir 10 ta ko'chati bor ekan. Shuna chiroyli turadi ekanda. Pahiramizni shunaqa kasaligi o'sganidan kelgan. Bunga kam suv quyasizlar. Pahiralar unaqa ko'p suv ichmaydi. Nihoyatda kam suv quyiladi. Xo'p, keyin dratsinamiz mana shunday bittaliklardan ham kelgan mana. Bundan ham bor. Keyin Diffenbachiyani mana shunday bitta go'zalidan kelgan, mana katta kelgan. Bo'ylari 1.20 chiqsa kerak. Xo'p, undan keyin Habeya palmamizdan ham kelgan. Hozir qizlar kelsa chiroyli qilib qo'yishadi. Bu joyda hali nima chiroyli qilib ulgurmadik. Shuning uchun aybga burmaysizlar, xo'p. Shoshilib ketdik sizlarga ko'rsatish uchun. Xo'p. Hamidoriya palmasini mana shunday ozgina kattaroq variantidan, kichkinasidan hozir imенно mana shunday kichkinasidan kelmagan. Mana. Xo'p, bunimiz 100 ming bo'lish kerak. Dratsinamiz mana shunday holatlardan kelgan, ikkitalik. Ko'rdirsizlar qanaqa zo'r kelgan. Keyin mana bu joyda yana bor dratsinamiz, shoxli-shoxlilardan bor. Ularni hali yechib ulgurmadik. Bu yerda Hamidoriya palmamiz bor. Keyin bu yerda hozir strelitsamiz bor. Hozir men sizlarga ko'rsataman strelitsani. Agar kattaroq va ekadigan bo'lsanglar, uylarda nimasi katta bo'ladigan bo'lsa,
zo'r variant deb bilamiz buni, nimagaki. Endi gulmisan gul bu. Mana gul. Qaranglar. Yangi baki bu. Mana. Gulmisan gul, mana qaranglar, zo'r. Strelitsamiz bu. Endi bu joyda shunda hozir kofelarimiz 3 taligi bor, 4 taliklari bor, 2 talik, shtamp bittaligi bor, hurmatlanuvchi. Shtamplari ham 2 xil. Keyin sheflera gullarimizdan ham kelgan. Sheflera mana shunaqa holatda bo'ladi. Keyin mana shefleramiz o'zi kamroq qolibdi. Buni nima qilamiz? Koritsalarimiz ham keladi, ular ham uncha qolmabdi. Xo'p. Barcha gullarimizni inshaalloh ko'rsatdik hammalarga. Qo'rg'ontepada kutib qolamiz hammalarda. Nishon Qo'rg'ontepa tumanida. Sizlar kelguncha bu joylarni go'zal qilib qo'ygan bo'lamiz. Hammalarga kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.